Azamat,
sağ olun. Rahmat, sağ olun. Endi Baxtiyor akaları, Zulayxa chechalari, Bahodir akasi Qunduz chechamizni, Uktam og'alari, Lolaxon chechalari va Yesar yapalarimiz Muyassar G'ulomni birgalikda daramsak deymiz. Marhamat G'ulom yezasi, Muyassar yapalari, Baxtiyor Zulayxa aka chechalarimiz, Bahodir Qunduz, Uktam, Lolaxon aka yengalarimizni daramizga taklif etsak. To'ylar barchangizga muborak bo'lsin. Sulaymon Do'choqning taqdimiga keraklikdan. Sulaymon Jabir kim aytib ketdi shu yerda? Eng yaqin do'stlari bo'lsa, bulardan daramiz taklif etamiz. Undan keyin Azamatjonning eng yaqin sinfdosh do'stlarini daramiz taklif etamiz. Aka she'rlarimiz marhamat xush kelibsan. Muborak bo'lsin. Yezda yoqalarimiz. Keling, xush kelibsan. Shirin tilaklarimiz. Rahmat aka. Aziz, kelimin baxtı oldu. Babamın önünde haram olsun. Baxtı olun. Ben bir adam çok sevdim. Baxtı olun. Baxtı değil mi ben de? Baxtı olun. Benim adama gelinim Zeynep'in insaya baxtlıyım. İyi soğuk baxtlı semyaların durumu bozduruyorum. Ben baxtlıyım, baxtlı olun. Ben azamat gelinim Zeynep'in sizlere baxtlıyım, baxtlı olun. Biz azamatların gelinimizin iyi konuşmalarıyla baxtlıyla kelip semyalar sabah az bitirebilmem. Her nokşunda yazarımızdan yapasın, yapmasın. Eng dünyada eng yaxshi tilaklarni baxtinglarni sizlarga tilayman. Baxtli bo'lin. Marhamat, kelinlar. Ya söyle, bir dakika gelin. Kalomlarında şu şekilde aytarsın. Marhamat. Azamat. Hayır, kadar bir baytar. Bak kuladı. Ne zaman? Benim zeynep ya baxtlı. Aytdın mı? Azamat, sen baxtına diyorsun. Kadar kendini sen aldın. Ciğer mi? Senin ciğer mi? Ciğer mi? Kazakta götürür. Baxtlı. Azamat Zeynep'in sizlerge baxtliman dünyanın yaxshi tilaklarini sizlarga Benim azamat gelinim Zeynep'in sizlerge baxtlıyman. Arzimiz sog'lom onaga Azamatni sinfdoshlar kelsin, Azamatni sinfdoshlari. Azamatning eng yaqin do'stlari, sinfdoshlari keling marhamat, xush kelibsan.
Azamatning eng yaqin sinfdosh do'stlarini aramizga taklif etamiz va Azamatning eng yaqin Prezidentdan kelgan Vodnikdan kelgan do'stlarimiz bor deb his kelib ketmaydi. Shu yigitlarimiz ham ma'lumotlar bilan kelsa marhamat. Daramizda o'tirgan barcha mehmonlar. Kelin-kelinlarimiz Azamatjon Zernigulning qarindoshlari. Tilak aytolmayman do'stlari bo'lsa, qoldiruvchi muhabbatdir. Bir boshimga ming bir savdo solduruvchi muhabbatdir. Bugun mana shu muhabbatlarga, arzu-havaslarga erishgan kelin-kelinlarimiz o'zlarining yaxshi niyati shirin tilaklari bilan kelgan Azamatjonning eng yaqin qadrdon do'stlari, qurb-qurdoshlariga navbat beramiz. Marhamat, shirin tilaklarimiz. Azamat, jo'ra, mahbub. O'tirib aylanib. Vaqt tilaysan. Akmal, sana vaqt tilayman. Azamat. Ko'rdim. Azamat, ko'rdi. Azamat, ko'rdi. Azamat, asıl ko'rdi. Azamat, ko'rdi. Azamat, ko'rdi. Oh, молодец. Azamat. Azamat Zerniguldan baxtli ota-enaning oldida qadam xizmat yetib yuraverdi. Baxtli bo'l. Go'rka qani? Go'rka. Klassing bolalarning atidan Go'rka. Azamat? Ne bo'ldi? Go'rka. 1 2 3. Go'rka deshish. Azamat yaşına bakıyorum var. Go'rka deshish. Azamat Zernigul seye bakıyorum var. Azamat Pasta Baxtiyar Suxan Başamlarning atidan baxtliman. Baxtiyar atalarning atidan qadrdonlar deb juravermaysan. Azamat jo'ram. Baxtliman. Ahmoyning vaqtini bilib Azamat. Go'rka Azamat. Go'rka Muhammad akamizning qurb-qurdoshlarini aramizga taklif etamiz. Keling marhamat. Marhamat. Prezidentga jo'ralar kelmasin, meni qashmay kelsin prezidentga jo'ralar dedi. Azamat bo'lsin, kelin bilan jinglar. Banodan beri aytamiz, kelinda barakat topsin. Marhamat. Marhamat. Hurmatli bugun atamizning, onamizning eng yaqin qurb-qurdoshlari, kelin-kelarimizga eng yaqin do'stimiz va Yegash vaqtli voy o'rnishi bilan voy shu endigi jillarda shu 50 tonlarni 5 tonlarni odralik hammamiz shunday to'g'ri nasib etaverdik. Yegash vaqtli voy. Rahmat, salomat, marhamat. Alpaqan jo'ramdan jo'ramdan keldi qutlug' bo'lsin. Umrlik umr bo'lsin. Yegaga xizmat bersin. Shunda to'ylar bo'laversin.
baxtli bo'lsin, aytılib atgan barbir yaxshiliklar qabul bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli qonaqlar. Meniki iki жақты теңдей qilib, жақын qilib atılgan qiz bilan jigit baxtli bo'lsin. Baxtın içinde әмме зат бар дейді ғой. Әмме құрдастарымыздың атынан сіздерді құттықтаймыз. Некелік тойларыңыз құтты болсын. Ешкімнен кем болмай, қатарымыздың алды болсын. Міне мен деген семьялардың бірі болып жетіле берсін. Паха менен Зухраға халал қызмет етіп, бақытты болың. Arzimiz sovg'alar bor ekan, sovg'alar topshirib qo'yamiz va eng yaqin Azamatjonning Filistingdagi do'stlarini daramiz taklif etamiz. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shu sovg'alaringiz, yosh kunlaringizda, to'ylaringizda bo'lsin. Endi birodarlarimizga bugun hurmatli shu ota-onamizni, qurbo qurdoshlari sovg'alarni to'ylaringizga bersin. Sizlardan xonadonlarda yaxshi to'ylar bo'lsin. To'ylar muborak. Endi davramizda mana bugun shu Azamatjonning eng yaqin mana Filistin vatan kelgan do'stlarimiz ham bor ekan. Shu jo'ralar davramizga taklif etamiz. Marhamat. Olim otaning aq vaqtlar. Azamatjon, sizlarga baxt tilayman. Ahmoyda eng baxtli semyalarning biri bo'lib juraver. Ota-onamning elinde xato xizmat etib juraver. Bu yil nikah to'yga kelib o'tirganmiz. Endi o'zim Xudo qalasa 5 to'yga keldik. Baxt tilayman sizlarga. Azamat, baxtli bo'l. Ko'ramiz. Azamat, qadasimiz seni gul baxtli ol. Ko'ramiz Azat. Осы бақытын келіп келгенсіз. Мақаттап жатпасын. Үйлі болып, конечно, осы Ахмаевтың нағыз келіні болып, сұлатты болып жүре беріңдер. Azat, seninle baxtli oldu. Qasırlar bo'lsin, bir shuqalar bo'lsin, do'stlarni tabriklab qo'yadi. Marhamat. Qasırlar shuqalar. Azatjon, shu bitiramiz, uylarimiz yurtlari. Sanjar ukalarimiz Sanjar, Azamatjonning ukalari Sanjar hamda eng yaqin jo'rasi Yunus Shavkatni daramiz taklif etamiz. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Ukalarimiz kelinglar marhamat. Sanjar uka hamda eng yaqin do'sti Yunus Shavkat. Mana eng yaqin shu qadrdonlari Yunus Shavkat Safarniyaz Azizjon. Sanjarning eng yaqin do'stlari. Shuni taklifimiz. Mehmonlar o'z o'rnlarimizga o'tirib olamiz. Xudo-xudoylar o'tirib olamiz. O'rnlarimizda davron ochamiz. Marhamat. Kelinlar bu yoqqa qarasin. Azamatjon mana shu Azamatning eng yaqin ukalari tilak aytmoqchi. To'ylar barchasidan muborak bo'lsin. Marhamat. Yaxshi o'tir. Yigitlar iltimos. Bahar studiyasi. Suratchi yigitlar, qo'yinglar bunaqa chetgacha yigitlar, hali Filistin. Chetgacha yigitlar iltimos. Suratchi yigitlar, o'yda turmanglar iltimos sizlar. Chetga chiqib, ko'rsatib suratlarimizni, rasmlarni. Keling, bu yoqqa Azamatjon. Azamat, bu yoqqa iltimos, bu yoqqa. Marhamat. Shunday qilamiz. Azamat, seni o'tishim bilan baxtli bo'l, sizlarga baxt tilayman. Sizlar baxtingizni ko'rib, bizlar havas qilib juring. Sizlarga har doim baxt tilayman. Akmal jo'ra, sen ham baxtli bo'l. Tezroq baxtini topib ol. Azamat akam bilan zirgin o'tishimga baxt tilayman. Sizlar baxtingizni ko'rib, men havas qilib juring. Har doim baxtli bo'l juring.
Jo'ralarimga so'z beraman. Jo'ralarimiz sizlarga baxtli. Azamat, Zeynoguldan baxtli bo'l, sizlarga baxtlimiz. Qani? Azamat, Zeynogul baxtli bo'l, sizlarga baxtliyiz. Azamat Zernegul baxtli bo'l. Shu oğlum memnun degan kelin-kuyovlardan bo'lib jirgaysan. Baxtliman. Baxtli bo'l. Azamat aka baxtliman. Baxtli bo'l. Shu bilan aldimizda o'ynab kulib juraman. Aldimda. Aytdim. Xullas baxtli bo'ldi bo'ldi. Baxtli bo'l. Bola. Akmal, sana da baxtliman. Baxtli aslib ketdin desiz. Baxtli aslib ketsin. Hadi. Kirib chiqsin dedi. Azamat aka, Zeynegul kishi sizlarga butun dunyodagi ulkan baxt tilayman. Baxtli bo'ling. Qanday? Akmal. Marhamat, chiroyli qarsaklar bo'lsin ukalarimiz ham, mana bugun ukalarimiz ham rahmat. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin deb hurmatli marhamat. Azamatjon tabriklayapti. Mana marhamat, hurmatli aziz mehmonlar, endi oramizni mana bugun Azamatjon ukamizning singillari Shahnoz, Nigona, yana Guldona, Qunduz, Nilufar singillarimiz bor ekan, mana singillarimizni daramizga taklif etamiz. Tilak ishqi to'yingiz o'zi bor. Qara birning qabriga bor so'zi bor. Ay desa og'zi kundek ko'zi bor. Mana daramizda go'zal singillarimiz bor. Singillarimiz Shahnoz, Nigona, Guldona, Qunduz, Nilufar xonlarni davramizga chiroyli qarsaklar va shuhralar bilan taklif etib qolamiz. Marhamat. Keling singillarimiz, marhamat. Muborak bo'lsin, marhamat. Hurmatli yengillar, hurmatli opalar, davron ochib turamiz, singillarimiz kelib turibdi, tilak aytmoqchi, marhamat. Azamatjon, Zeynogul bizga yoqqa qaranglar, singillarimiz kelibdi, marhamat, shirin-shirin daytarasiz. Akajonim Azamat, kelinim Zeynogul, sizlarga dunyodagi asaldek, chinordek chirimas baxt, asaldek shirin oila tilab qoluvchi singlingiz Nigora. Azamat aka, Zeynogul chicha, men sizlarga baxt, uzoq umr tilayman. Akam bo'lmuş Azamat, kinayim bo'lmuş Zeynogul, men sizlarga baxt tilayman. Mikrofonni ushladim, asta qadam tashladim. Shirin so'z topolmay, assalomdan boshladim. Akam Azamat, chicham Zeynogul, sizlarga baxt, saodat, uzoq umr, yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin, baxtli bo'ling. Azamat aka, Zeynogul chicha, sizlarga baxt tilayman, baxtli bo'ling. Qarsaklar va shuhralar bo'lsin, azimat sog'lar bor ekan, sog'lar topshirishga ruxsat etamiz. Endi davramizda barcha mehmonlar Azamatjon, Zeynogul, kelinimizning qarindoshlari, do'sti, dugonalari barchalar shirin tilaklarini bildirgan bo'lsa, olamlar barchasiga rahmat, rahmat, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Va endi Azamatning eng yaqin do'sti, guvoh yigitimiz va eng yaqin dugonasi, kelinimiz Zeynogulning eng yaqin dugonasi davramizga guvoh yigit, guvoh qizlarimizni davramizga taklif etib qolsak, ulardan mana shu bunga kelgan kelin-kelinlarimiz, aziz mehmonlarimiz, barcha qadrdonlarimiz ham o'zlarining shirin gaplarini eshitib qolsak, marhamat. Kelin-kelinlarimizning eng yaqin do'sti va dugonasi. Shuning uchun to'ylar muborak bo'lsin. Sevib turmush qursang mabodo, sevara qo'y qizing ismini. Baxtli bo'lib kelsa agarda baxtiyor qo'y o'ying ismini.
muhabbatdan ayrilmaginiz. Muhabbat qo'y qizing ismini, umid bilan bir yostiqqa qo'ysang bosh, umidjon qo'y o'g'ling ismini. Bugun mana shu o'zlarining muhabbatlariga, orzu-havaslariga erishgan kelin-kelinlarimizni tabriklar. Mana bugun eng yaqin Azamatjon eng yaqin do'sti Akmaljon va dugonasi Yulduzxonlarga navbat beramiz. Bir chiroyli qarsaklar bo'lsin Akmaljonga, iltimos mehmonlar. Azamat kurdoshim Zernigul, Yakonska baxt uzoq umr tilayman. Ota-onamizdan Allah xato qilmaydi, o'ynab turib bersin. Zernigul ham kurdoshim Azamat sizlarga baxt tilayman. Eng baxtli semyalardan biri shu bo'lib yura bersin. Ahmadga eng alda kelin bo'lmaysan. Rahmat. Azimat sog'lom bor ekan, sog'lom topshirib qo'yamiz. Chiroyli qarsaklar va sho'x yallilar bilan. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Eng yaqin do'stlar, dugonasiga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Endi mana shu Azamatning eng yaqin mana bugun ota-onamizni tabriklab kelib o'tirgan qo'shni opalarmi, qizlarmi? Qo'shni opalarimiz, qo'shni chechalarimiz bor ekan, kelsin xizmatlari Allah. Bugun Alloh rahmat, xizmatlariga rahmat deymiz. Shu davramizni qo'shni hurmatli onaxonlarimiz, yengalarimiz taklif etib qolamiz. Marhamat. Qo'shnilarsiz kim to'ylar beribdi? Hafta burun to'y xabari bilibdi. To'y yerdan yuguribdi, elibdi, charchashga vaqt yo'q. Bugun mana shu davramizda qo'shni onaxonlarimiz, qo'shni chechalarimiz yuribdi. Rahmat qo'shnilarimizga. Qo'shni keling marhamat. Azatbek, Zeyliman sizlarga baxt tilayman. Yazdim atqa shuncha kelib aytmasanglar shunda aytsam aytaman. Bag'anadan so'rab o'tirdim. Kimdan qoldi? Kelib aytmayman. Bugun hamminemiz kelinayotgan ekan, kelinlari qutlug' bo'lsin. Endigi yo'llar shu boshqa bolalarni uylantirib shunday to'ylarda o'tirsaverganmiz. Hammamizning uyimizga borsak to'yga boramiz. Hammaning jinoat tergan yaxshi kunlarda buyurib, shunday vaqt qo'shliqdan yuraverganmiz. Mana Taqan aka, Zuhratcha to'ylarimiz qutlug' bo'lsin. Shu 2 yosh baxtli bo'lsin. Azamat kelin baxtli bo'l. Men bolam Ilhamjon Jo'raminatni tabriklayman Moskvada. Sog' bo'l, baxtli bo'l, umrli-chivirli bo'l. Ata-onangning oldida xadal xizmat etib, ovulimizda eng yaxshi kelinlarning biri bo'lib chaqqanga bo'lib jugur-jugur yuraversin to'ylarda xizmat qilib. Taqan aka Zuhratcha uyimda kelsak hamma shunday quvonchli kunlarga keling. Ovulimizda hamma to'ylarimiz bo'lsin. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bugungi nikoh kechasining mehmonlari. Bugungi to'yning sababchilari Azamat va Zernigul. Ularga baxt saodat tilayman. Hamisha chehrasidan tabassum arimasin. Taqan aka bilan Zuhratchang oldinda qadam xizmat etib yuraverasiz. Umrimizning oxirigacha baxtli hayot kechiring bolalarim. Taqan aka, Zuhratcha kelin qutlug' bo'lsin, xizmati bersin. Xudoyim shu Azamatjon bilan kelayotgan kelinimizga baxt tilaymiz. Baxtli bo'lib, Xudoyim endi shu beshik to'yingizga kelib nasib etgay. Hurmatli mehmonlar, mana bugun inimiz Azamat ham singlimiz Zernigulning baxt kechasiga kelib o'tirgan ekanmiz. O'sha sababdan endi o'sha 2 yoshga baxt tilayman. Ota-onamizning oldida qadar xizmat etib, o'g'irli-shuvirli bo'lishni tilayman. Baxtli bo'ling. Ahmobayevning 5-brigadning men degan kuyovlarning biri bo'lib juringizni tilayman. Baxtli bo'ling. Yendigi haftada Akmalning ham to'yina kelgan. Akmaldan sen ham to'y bo'lay tezroq. Amin. Qarsaklar va sho'xalar bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarsaklar sho'xalar bo'lsin. Bir tabriklab qo'ying. Sovg'a shart emas, xizmatingiz Allohdan aytsin. Marhamat.
Rahmat. Atabek aka, qarshilar bir sho'xalar bo'lsin, qo'shnilarimiz, anafalarimizni. Rahmat. Endi Aybek keling, Zamira ham keling, marhamat. Aybek eng yaqin do'stim va dugonasi kelibdi. Va hurmatli qo'shni onaxonlar, mana bugun hurmatli mehmonlar. Shu Taqadash Elotinan Bahar studiya, fotosalon studiyamiz kelib o'tibdi. Shu yigitlarimiz rahmat. Mana bugun Azamatjon va kelin-kuylarimizning to'ylarini esdalik rasmga tushsangiz, hozir 5 minutda shu Bahar studiyasi sizlarga chiqarib keladi. Shuning uchun bugungi mana shu xizmat etayotgan yigitlarimizga rahmat. Bugun barcha mehmonlarimiz, hurmatli Azamatjon eng yaqin do'stingiz va ota-onalarga shirin taklif marhamat. Azamat Jo'ra, Zeynabul bilan baxtliman. Shu ota-onalarimizga qadar xizmat etib, xizmatlarni sizga ham tengdek bera olsin. Baxtliman. Zernigul, bugungi to'ying muborak. To'yingga yarashgan bo'ying muborak. Kelin deb atalmish noming muborak. Azamat ismli yoring muborak. Har doim baxtli bo'lib yuringlar. Arzimas sovg'alar bor ekan, chiroyli qarsalar va shu yerlar bilan sovg'alarni topishga ko'rsat qilamiz. To'ylar barchasiga yana marta muborak bo'lsin. Endi navbatimiz sabablamaysan, ajoyib qo'shiqlar saqat sarshon. Zamon nima, zamin farqim bil. Gulshan nima, bo'ston farqim bil. Qadr nima, qimmat farqim bil. Mana shu eng yaqin qadrdon do'stlarimiz, qurbi qurdoshlar qadr bilib, navbatimizni Otabekjonga beramiz. Marhamat Otabek. Qadr akamizni jorasi Yusuf akamiz zotidan bog'lish qo'shig'imiz yana bir marta. Marhamat. Iltimoslar uchun. Жасырамай сырындай көз қарасың, жадыратып жанымнан өте шықтың. Қызыл гүлім қол жетпейтін сен ғанасың. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, аппақ гүлім ай, ардағымсың ай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, аппақ гүлім ай, ардағымсың ай.
qo'shiqlarimiz sinfdoshlarning hurmatiga bo'ladi mana shu yerda. Sapar Niyozning atidan hamda mana Sanjarning jo'rasi Yunusning atidan